Bu eng noodatiy motivatsiya beradigan ultramarafon g'olibi. 1983-yilda Avstraliyada 875 kilometrlik ultramarafonga start berildi. Melburndan to Sidneyga qadar cho'zilgan distansiya. Startga eng kuchli ultramarafonistlar yetib keldi. Yosh, fizik baquvvat, sponsorlarga ega va qo'llab-quvvatlab turuvchi komanda bilan. Va shular orasida 60 yoshli Cliff Young ismli fermer turgan edi. Unda ish vaqtida kiyiladigan kombinezon va rezinali poyabzal uni birinchi ko'rishligida adashib qoldi deb o'ylashgan. Jurnalistlar kulishgan, tomoshabinlar unga ishonishmagan. Undan so'rashganda siz bu yerda nima qilyapsiz deb Cliff sovuqqonlik bilan aytdi. Men butun umr qo'ylar ortidan yugurganman. O'ylaymanki, yugurib bora olaman. Gonka boshlandi. Professionallar tuzilgan plan bo'yicha yugurishni boshlashdi. Kunduzi tezlashib, kechasi uxlashgan. Cliff esa yugurishni davom ettirgan. U qolganlarga nisbatan ancha sekin va g'alatiroq sudralib yugurgan, lekin to'xtovsiz. U bir kun ham uxlamadi. Kundan kunga u faqat to'g'riga qarab keturgan. 5 kun va 15 soatdan keyin Cliff Young birinchi bo'lib finish qildi. Ortidan quvib kelayotgan raqibdan u 10 soat tezroq keldi. Undan keyin so'rashdi: "Qanaqa qilib shunaqa uxlamasdan yugurdingiz?" deb. Va u javob berdi: "Men bilmagandim marafon davomida uxlash mumkinligini."